على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقدم. Bugun Idlib shahrida 1500 nafarga yaqin Qur'oni Karimni to'laligicha yod olgan maktab o'quvchilarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Bugun ushbu tadbirda birgalikda ishtirok etib va Suriyadagi yosh bolalarga beriladigan ta'limlar haqida ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qilaman. Qani ketdik. أهلا وحبا وتشريفا بمقدمكم بمدرستهم دام. Sizlarga video davomida aytib o'tgan 1500 nafarga yaqin Qur'oni Karim to'laligicha yod olgan bolalar aynan mana shu ko'rib turishingiz mumkin. Bu bir qismi. U tomonda esa qiz bolalar bor, ya'ni ushbu maktabda ta'lim oladigan o'g'il bolalar va qiz bolalardan umumiy shaklda Qur'oni Karimni to'laligicha yod olganlari, ya'ni 1500 nafar ekan. Va bugun aynan bu Idlib shahridagi markaziy stadionda bularning barchasi bir to'plagan holatda bir taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Albatta bu narsa yosh avlodni Qur'onga bo'lgan muhabbatini ziyodalashtiradi va ularning yoshligidan diniy ta'limlar bilan ulg'ayishligiga albatta hissa qo'shadi degan umiddamiz. Diniy ta'limning fazilati va o'rni beqiyos. Avvalo diniy ta'lim yoshlarga yaxshi axloq, halollik, mehr-oqibat va odoblilik kabi yuksak insoniy fazilatlarni o'rgatadi. Ayniqsa Qur'onni yod olish musulmonlar uchun eng ulug' sharafdir. Qur'onni yod olgan yoshlar nafaqat ilmda, balki odob axloqda ham boshqalarga o'rnak bo'ladilar. Diniy ta'lim orqali olingan Qur'on ma'rifati yoshlarga faqat dunyoviy manfaatlar ketidan quvmaslik, balki o'z hayotini ma'noli, komil inson sifatida qurish, ijtimoiy barqarorlik va birdamlik uchun xizmat qilishni o'rgatadi. Qur'onni yod olishlik fazilati haqida hadis va rivoyatlarda ko'plab xushxabarlar berilgan. Qur'onni yod olganlarga qiyomat kunida sharaf libosi kiydiriladi. Qur'on hofizlari nafaqat o'zlari, balki oilalari uchun ham shafoatchi bo'ladilar. Qur'onni yod olgan inson Alloh huzurida yuksak darajalarga ko'tariladi. Qur'onni yod olish bu nafaqat dunyoda, balki oxiratda ham nur va najot manbai hisoblanadi. Darul Vahiy Sharif maktabi haqida biroz bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu ma'lumotlarning bir qismini internet tarmog'idan oldim va qolgan bir qismini esa bu yerdagi ustozlardan so'rab olgandek bo'ldik. Ushbu maktab 2018-yilda Suriyaning shimoli-g'arbida tashkil topgan ekan va hozirgi kungacha 70 dan oshiq filiallar ochib turib, ushbu viloyatlarning turli shahar qishloqlarida faoliyat olib borayotgan ekan. Va hozirgi kungacha endi bu 70 dan oshiq maktablarda qancha talaba ta'lim olayotganidan bir ma'lumotim yo'q. Lekin bu maktab o'quvchilari u yerda Qur'oni Karimdan va diniy ta'limlar bilan ta'lim olgandan tashqari, ya'ni butun boshqa bir maktablarda beriladigan dunyoviy ta'limlardan ham ilmlar olishadi. Va aytib o'tganimizdek, bu yerda har yili ushbu maktablarda yuzlab, balki minglab Qur'oni Karimni to'laligicha yod olgan qori va qoriyalar yetishtirib chiqarilar ekan. Bugungi tadbirni tashqaridan kuzatar ekanman. Qur'onni yod olgan yoshlarni taqdirlash marosimi nafaqat ular uchun, balki butun jamiyat uchun naqadar muhim ekanligi yaqqol sezildi. Yosh avlodni diniy ta'lim orqali tarbiyalash bu kelajak uchun eng to'g'ri va zarur qadam deb hisoblayman. Qur'onni yod olish faqat diniy fazilat emas, balki axloq, sabr-toqat va mas'uliyat tuyg'usini shakllantiradigan ulug' maktabdir. Bunday marosimlar yoshlarning qalbida ezgulik, poklik va ma'naviy barqarorlikni mustahkamlab, ularni jamiyatda foydali insonlar sifatida voyaga yetishlariga xizmat qiladi. Menimcha diniy ta'limni rivojlantirish va Qur'onni yodlashga rag'batlantirishlik orqali har bir jamiyat o'z kelajagini yanada porloq va ma'rifatli avlod bilan ta'minlay oladi. Bu yerda ko'rib turganim aynan shunday umid va ezgu niyatlarning amaldagi ifodasidir. Videomiz nihoyasida bobomiz Imom Buxoriy rahimahullohning bir so'zlari bilan tugatmoqchiman. U kishi aytganlar, yoshlikda olingan ilm bu toshga o'yilgan naqsh kabidir. Shunday ekan, farzandlarimiz yoshligidan ularga turli xorij tillarini o'rgatar ekanmiz, turli dunyoviy fanlardan ta'lim berar ekanmiz. Shu qatorida biz ularga dinlarini ham o'rgatishimiz kerak. Ularni yoshligidan diniy ta'limlarni berishimiz kerak. Va bu bilan ularda ham dunyoda ham oxiratda ham yaxshi o'rinlarni topishlikka hissa qo'shgan bo'lamiz.